Açtım balam. Avazım kelyaptımdı? İnkas yazılan yer nerede balam? Yindi. Nerede hiç kanda inkas görmedim. Assalamu alaikum. Bo'ldi balam, chiq ketam. Ko'zga bu yuyatganka bu. Hozir ichildim naqmaydi. Botudu. Assalomu alaykum. Men jazo lager shahidi Zumrat Davud. Bugun sizlarga ba'zan bir 2 kundan yoqisi to'rda bo'layotgan ba'zan bir gaplarni aniqlamasini berib qo'yay deb tor dunyosiga chiqdim. Facebookga chiqdim, naq maydon ochdim. 2 kun bo'ldi bizning ba'zan bir xalqimizdan nurg'un quruq so'z, quruq to'kmatlarni angladik. Bizga destek bo'lib chiqqan nurg'un yigitlar meyirsi tükva uğavallanımı köydük. 2 kundan yoqisi ish qilib men emas va mendan boshqa 2 lager shohidimizning kayfiyati va mening kayfiyatim yaxshi emas. Bu tema qanday tema desanglar, bu biz men ya'ni 2 lager shohidi Amerikadagi oldimiz 5 yil, men 4 yil Mehirgülge 5 yıl, bana 4 yıl, Tursunayga 3 yıl oldu. Biz izcil türde muşu Uygurlardan, vatanda qalğan Uygurlarning hem kampının içideki, teşideki hem ahvallarını bütün dünyaga anlatıp guvalık berip kelyapmiz. Hem de guvalıktan sırt muşu oturup xalqning qaysi birisi Moşundaq vatanda bo'layotgan zulm bo'layotdi desa qaysi nurg'unlaringlar hattoki buning vaqti bormi yo'qmi demay bizning telefon nomerlarimizni deb berdinglar. Biz shu dal vaqtida shuningga javob qaytarib vatanda bo'layotgan zulmni dunyoga anglatib keldik. Bir. Ikkinchisi, kitob yozadigan kitobchilarga nurg'un vaqtimizni sarf qilib biz shu kitob yozganga vatandagi bo'layotgan zulmni anglatib shu kitobni yozg'izdik. Uningdan sirt hattoki kichik bir youtuberchilardan tortib bizga vatandagi ahvollarni qandoq bo'ldi desa, mushu qilib qolmasin, mushu ko'zga ilmagan chumoq putqa yomisha degandek, mushularning ahvoli mushundaqlarga bo'lsinmi, deyli har qancha bo'lsinmi, bir odam bo'lsinmi Xitoyning mush paskash razil abdi bashirsini bilsin deb biz kech-kechalab uxlamay ba'zida Yaponning, Shangongning, Omanning va yoki boshqa davlatlarning mushu Amerika bilan qarshi kecha bilan kunduz o'xshamaydigan ashundaq bir davlatdagilarga kechasi qo'pib berdik. Shukri biz uningga rozi. Biz rozi uningga. Biz ota-onamizni, urug' tuqqanlarimizni, hamma narsamizni do'g'ri tikib qo'yib turib, dadangni o'ltirma hozir, ortiq gaqima desimi unmay guvohlikni berdik. Biz rozi. Allah rızalығы uchun rozi biz. Hozirgachilik oilamiz bilan hech kim sizlarmi shundaqqa o'xshash hamda hech qaysimiz oilamizdagilar bilan aloqalashmayapmiz. Xo'sh, endi bizning bu 2 lager shohidimiz meningdan boshqa. Mehrigulning 2 balasi bor. Amerika tavasida bir xotin kishi emas, bir oila, er xotinmi 2 balani aram boqadigan yer. Onun bir balasi ojiz. Onun balasını özüdən başqa adam baqamaydı. 7-8 yaş kirgan balası o zakka taqaydı hazırgachilik. O 7-8 yaş kirgan bala çoğ adamlarga o'xshash tamoq yegandikin, onun ta'ritimi o'ziga o'xshash çoğ adamninkidek, bobaqvalnikidek emas, çoğ adamninkidek chiqadigan gap endi. Shu bechara qizbola
eri yo'q holda shu 2 balni beqib cho'ng qilyotidi. 2 kunning yoqisi anglamagan gaplarni anglab ketdik biz Xudoning haqqida, Alloh rizoligi uchun. Shu qizvalni ko'z oldinglarga kelinglar. Uning oldida bir necha qatim operatsiya bo'ldi. Ondan keyin 2 balasi o'zinglar ko'z oldinglarga kelinglar. Zak taqab ashundaq o'zidan boshqa odam baqolmaydi. Endi Tursunayga kelaylik. Tursunay kelgandilam mijoz yo'q kelgan. Shunda ig'ir davolanib ketdi. O qizvalningmi bir necha qatim operatsiyaga tushdi. Men o'zim ne demedim hozir, men ikkisini da atdim. Bir necha qatim operatsiyaga tushdi. Hozir ma bir necha kun bo'ldi, o qizvalmi ko'krigim og'riyotidu deb gapning o'chig'in deb beray hozir. Necha kun bo'ldi. Yig'lab, qaqshab mushta o'tyotidi. Hatto bizni qo'rqityotidi. Hattoki turib bizdan uchimiz o'zaro birsimizga rozilik berib olmiz taxi. Sen ölsang men razı olay, men ölsem sen razı ol deyishimiz. Çünkü bizning derdimiz bir. Öpkini tassa beg'ir og'riydi. Bizning derdimizni ashular tushunadi. Buning ichida Rabia xonimmi bor. Çünkü lagerning azobini tatib kelganlar biz. Endi 2 kunning yoqisi bu bulanmagan gaplar bo'lmadi, nurg'un ishlar bo'lib ketdi. Hattoki 2 qarindishim qo'rqdi. Mehrgul at operatsiyaga chiqadigan qiz bo'ldi. Hozir o'zini tinchlantirish dorisini yeb Tursunay bilan Mehrgul hozir balkim ba'zan gaplari taq-tuqi chiqib qolgandi. Men mushuningga bir to'liqlama gap qo'yday deb chiqdim. 2 kunning yoqisi bo'lgan gapliga. Biz demisimi Amerikada jabba tortamiz hammamiz. Hele Mehrgul bo'lsin, mayli Tursunay bo'lsin va yoki men bo'lay. Namoyishda chiqyapmiz. Kitap yozimiz kerdis beryapmiz. YouTube kendisi beryapmiz. Gazet kendisi beryapmiz. Xabar deganni kech kunduz beryapmiz. Kech kunduz beryapmiz. Meningmi 3 balam bor. 3 balam bor meningmi. Menmi har bir namoyish, har bir faoliyat bo'lib qolsa 3 balamni bu Urumchi emas, bu bizning vatan emas. Biz 3 balamizni qo'yib balam pes tushib Amitaxunning samsini, Mamtaxunning mantisini yeb chiq desek, ma'qul deb balalarimiz tutib o'tirib un qo'yib bilan qilib qoldigan. Miyada bir ana qo'l silib tamoq etib balalarga bermagicha bir Uyg'ur oshxonasi 50 kilometr keldi. 50 kilometr keldi. Tönögünün yaqısı həcəb haqaratlab ketdinglar ba'zilaringlar. Demigan gapinglar qolmadi? Hey bir qatim telefon urib bu ahvolning na'dan nagacha nim bo'ldi shu bichar qizbonlarga. Oyada Xitoyning zulmiga uchrab keldi. Miyada Uyg'urlar bu nim bo'ldi bu bicharligi deb qo'ymadinglar? Ya bir qatim telefon urib nim bo'lgandi deb so'ragan bir qancha odam bo'ldi. Qolganlaringlar qarisiq gap qilganlar bo'ldi ya. Men shuni his qildim. Sizlarning mushu ba'zan bir gapinglarni anglag'icha Xitoyning turmusida o'lsamchu va yoki Xitoyning paxtasini terib majburiy emgakda o'lsamchu deb. İki gün bo'ldi, 3 kun bo'ldi mush ishni degili. Bu nima eshitdinglar? Biz charchadik. Biz har qanday faoliyatga boshchilab bordik, kecha o'ttirdik, hamma ishni qildik. Biz o'zimizning fikrni qo'ydik. Biz dedik. Hey, hozir mushu nurg'un atrofimizdagi tashkilotlar sizlar mayli anidiydan ilinglar va yoki hukm shaxsiylardan ilinglar va yoki korxonalardan ilinglar sizlarga yordamlar keladi. Bizning talabimiz jiq emasdi. Shu biz dedikki sizlarga bizga bir hech bo'lmasa bizga bir hech azroq bo'lsa-mu, azroq emasdi. Bizni bir oyda bir kirdigan muqim kirimlik ishdan bana qilib beringlar dedik.
desek nima gap chiqdi sizlar bilmaysizlar. Bu NED deganning bundaq projekt yo'q. Bundaq Uyg'urlarga lager şahitlarga pul berdi deydigan projekt yo'q deydi. To'g'ri? Uni bilamiz bizmi? U projekt degan ne? Sizningki A davlatdan ma davlatga, ma davlatdan A davlatga uchishingizga berildigan projekt o'xshaydi, uni bilmadik. Endi shuningga siz mushu gapni iltimos qilib yozishi kerakdi. Projekt nimaga berdi bu pul desak, biz faoliyat qilganlarga beramiz deydi. Faoliyatni kim qilyotidi? Ha? Faoliyatni kim qilyotidi? Hozirga qadar faoliyatni kim qilib beryotidi sizlarga? Bizga emasda ajab ishinglar oqmabdi-ka, nurg'unlaringlarning. Hozirga qadar mengib qilib bo'lolmay qolgan ishlaringlar bor ekan. Biz mana butun dunyoga peshonasiga chaplab isbot bilan ko'rsatib bergashga ma ish bo'lyotidi. Minnat qilganim emas. Minnat qilganim emas. Tönögünning yoqisi mushta gapni oldik. U projekt deganni sizlarga undaq qilib bergan pul lager şahitlarga unda berilmaydi. Asli o degan faoliyat qilish uchun berilgan pul andaq mandaq deb. Hey, eg'izinglar bo'lsa, bizni bir cho'ng ko'rsanglar, bizni bir qo'l ostinglardagi ishchi xizmatchida ko'may. Mushu bicharalarning holi nadan nagicha? Tursunay nim bo'ldi? Mehrigulning qanday ahvoli bor? Necha qitim kelisizlar, necha qitim ketsizlar, bugun teqi nomus qilmay, o bir Chunamo, Koyjimo bir xat yozib qo'yibdi. Biz 2 yilning oldida 9 shohidga 1000 lira 1000 yevrodan pul bergan deb. 2 yilning oldida qaysi nomus qilmay qanday yozgansizlar shu gapni? Biz hozirgacha xashlab bo'lamdik o pulni. Turvatidi chamdanda. Öy alamız ya pulga ya bundan keyin. Ya bir mashina alamız. Bugun shunchalik ajoyib bir xil biz qilgan ishni nurg'un erkishlar qilolmadi. Rost. Qilolmadi, ham qilolmaydi. Ham qilolmaydi. Mening yo'ldoshim chetallik mushu vaqtga qadar meni bir qatim yoki voy bo'ldi qilinga ya bormanga ya namoyishga burun to'xtab qilinga degan gapni hozir qadar eg'iziq aytib baxmadi odam. Hatto meni sen to'xtab qolsang oshlarning ovozi to'xtab qoladi. Sen qanday musulmon o'rnidan qopmay bir millat oshda o'lib tirilib yashayotsa sen mushunda holatda turib sen mushda so'zlamagan qanday musulmonsan deb hatto meni ballarni men qarab turay. Hech bo'lmasa tamoq atmagan bo'lsam men ballarga men tamoqini bir mash qilib siz berivering muxbirlarni ko'rishivering dedi. Bizning japoyimizni hajab bilmadinglar ha? At deganda qo'pib intervyu, kechda qo'pib intervyu, yana yarim kechada qo'pib intervyu. Biz endi Xitoyning jazo lagerida yetib chiqib, yeli kasalchan, yeli og'riqchan bo'lib ketdik. Endi sizlarning zulminglar qaldikmi biz? Demaganlarmi o'tdi-ku? Bir chiroylik vatanga berib kelayotganlarning kuni o'tdi-ku. Hech qanday bosh og'rig'i yo'q-ku shularningki. Bir kun, 2 kun deydigansizlar. Palonchi kepti Amerikaga, pistonchi kepti Angliyaga. Voy, guvohlik bermabdi-ku deb qo'yiblar. Anadan keyin unutib qolasizlar ularni. Ularmi xiyol yo'q vataniga berib, urug' tuqqanlar bilan kuyinib, chiroyli paranglashib o'tdi-ekan. Men bu yerda hech kimni qag'mayman. Nima degan bo'lsangiz bo'ldi. Bir qo'limni ko'tarib etdim. Biz to'g'riliq nima to'kmatlarga tang jo'r bo'lgan bo'lsangiz, men hech kimga beddua bermayman. Chunki men Uyg'urga beddua bermayman. Xitoyni majburiy emgakka soldi. Uyg'urlarni majburiy emgakka solyotidi deb gapiryapsizlar. Biz majburiy emgakka mayar qilyapmiz. Nima berib so'zlayapmiz? Ballarimiz osh to'q qilyotidi. Bütün dünyanın ko'zi Amerika degan. Mishada nim bo'lsa boshqa davlatda bo'ladi. Sizlar shunchalik bizning qadrimizni bilmadinglarmi?
Xalq bir narsa qarab turdinglar ya, erkaklar. O'g'avillar. Hozir әті Мехригүлнең operatsiyasi var. Hattoki men ashu Birleşken Devletler Teşkilatı'na berip guvohlik berishdan burun mening akalarimdan, uyamdagilardan telefon kelib, "Gap qilma ukam, dadam saq chiqanda disim unmay bordim. Disim unmay so'zildim. Mayli hammanglar bir men uchun. Mayli mening qo'shnim bo'lsin, dadam bo'lsin, akam bo'lsin, acham bo'lsin, hammasi bir tayoq, hammanglarni Allohga omonat deb men guvohlik berdim. 10 kundagi mening dadamning o'lim xabari keldi. Mening uyamga biringlar desep baktыңlarmı sanaqlıq Amerika'da 6 mı 5 mi adam geldi. 5 mi 6 adam geldi. Onu köz yumayım emas. 5-6 adam geldi. Yani qaysыңlar mening uyamga dadang o'lib ketdi deb kep baktыңlar. Dep bakыңlar, qaysыңlar keldinglar. Mushu qizvalning dadasi biz mushu qizval guvohlik berganligi uchun Xitoyning vahshiy qiyin qistaqlarda o'lib ketdi. Mushu qizvalga bir tasalli beraylik deb kep baktыңlarmı? Kelmedi, hech kim kelmedi. Men bir emas 3 qatim operatsiya bo'ldim. 3 qatim operatsiya bo'ldim. Men emas, hammamiz bo'ldik operatsiya. Bizning saq yerimiz yo'q-ki hozir. Bütün doktorxonaning qog'ozlari moshta to'shib ketdi. Hammamizning. Lekin endi ikki qizvalni Uyg'ur jamiyati yo'qildi. Uning ko'z yummayman. Uyg'ur jamiyati yaxshi qardi. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Ash ikki qizvalni 3-4 yilning yoqisi yaxshi qardinglar. Lekin men hozirga qadar men hech qandaq odamning pulisini yoki olmadim. Yana bir ish, bir ukimiz men yangi kelib operatsiya qilgan vaqtqu deyman. Ben yangidan kelgan vaqtimda, o chaqda hamma ishni noldan boshlaydigan vaqtimiz. Bir tal cho'mish qo'shiqdan tortib yangidan oldigan vaqtimiz. Dollarni ko'tarib Amerikada chegarasida o'tkazilmaydi-ku. Yo'g'on jiq pulni. Shu akagan pulimiz bilan uy ijara elib, qo'shiqdan tortib uch balning xarajati, u bu yangi kelgan vaqtimizda ash bir ukimiz pul yig'ib bergan. Onu mu dep qo'yay? Bir chaqda yig'ilgan-ku deb qolmanglar, onu mu dep qo'yay? Shu yig'ilgan. Uningdan boshqa vijdoninglar bo'lsa, Amerikadagi birasini deb qo'yinglar. Men o'z vaqtida senga zakat olib bergan, yo bo'lmasa men senga ma palonni olib bergan, pustonni olib bergan deb qo'yinglar qani. Deyemeysizlar. Chunki men hech kimning zakati, fitri, yo bo'lmasa palonni yerdan olgan pul, ma nechimiz yig'ish qilib akab bergan pul bu gap menga oqmaydi. Yana birisi. Masalan, sizlar qilgan bo'lsanglarmi kimga qildinglar? Masalan, Mehrigulga qildinglar, Tursunayga qildinglar. 2 kunning yoqi osh appagan mashinanglardan tortib. Voy, Allah egam ajoyib bir haqlar ekansizlar, ba'zilaringlar. Oshundaq gaplarni anglab ketdi bechora ikki qiz bola. Sana mashina bermedikmi, aniq bermedikmi, maniq bermedikmi? Amerikada abduz yo'q. Biz abduz vayadimi yaşamaymiz. Amerikada mashin degancha 2 put degan gap. Turstayning $2000 mashinasi var. Nimaninki Mehrigulningmi Amerikadagi bir necha odam $13,000 yig'ish qilib, jiq jamoat yig'ish qilib $13,000 bir mashina beribdi. U mashinasi bir yerga so'qilishib ketib, mashinanki sal bir yerlari buzilib chiqilib qolgan bo'lgandan keyin bu qiz bola bu uni setib yangidan bir mashina olib, ma yo'lda mangsa, ma yonda, solda mashinalar kevatidi, oldin qara, diqqat qil deydigan, bunda giqilalaydigan, bunda bir sal ilg'arroq mashinani ayma-ay pul to'laydigan qilib elib haydab yuribdi. Chunki ashta qilib mamsa balning qiz bolaning 2 bolasi mashinadan keyinda o'tirdi. Hey, tönügünü yaqsı, aşu biçarının əppəgən $13,000 maşinsinin gibi olub getdi. Vay isit. Bizning talabimiz faqat va faqat bizning har qandaq mushu faoliyatni qilyapsizlar. Sizlarning osh projektga bizni kirgizinglar. Ya hozir evatgan pulinglarni bizga beringlar demidik. Sizlar pul olyapsizlar, bizga shu pulinglardan yerini bilib beringlar demimi? Uni mi demidik hatta?
Bizning davatgan gapimiz, sizlar ashta projektga bizni aralashtirib, bizni ma faoliyatlar qilyotidi, ma ballar yig'layotidi, siz imizik beramsiz degan gapni dang, yuqorga dang deyapmiz. O'zingning yanchiqi puldan ba demadik. Biz unda demadik. Yana bu hozir iqtisodning gapi chiqsa, sizlar balkim o'ylashinglar mumkin. Voy bular halaqi Uyg'ur davosini sotadigan gapni qilyotidi, mau degandek gap bo'lib qolmasin. Biz Uyg'ur davosini sotmadik. Biz bu Uyg'ur davosiga guvohlik berib pul ber degan gapni qilmadik. Setayotganlarni o'zinglar bilasizlar. Biz emas u. Biz o'zimizning haqqini talab qildik. Biz o'zimizning haqqini talab qildik. Biz mangsaqmı balllarımızga her qanday narsani o'rlashtira olgidek, mangsak mashinamizning gazini qochilab bergidek. Nagili borsak, nima ishlar qilsak bizga o'zimizning haqqini beraligidek. Bu Amerikada bir Uyg'urning uyiga kelib, ikkilik tokni ulab qo'yib, tokchi $300 ap ketadi ekan. Amerikada bekorga ish yo'q. Hattoki xotin bir uy tutgan bo'lsangizmi, $2000 uy olsa, xotini ming qo'y, ming qo'y to'laydigan. Biz sizga NED'dan olgan pulingizni bizga ajırtib bersiz, biz qildik ishning hammani degandek gapni qilmadik. Qilmaymiz. Biz faqat sizlar shu qilayotgan ishinglarning ichiga bizni kirgizinglar, bizni faoliyat qilyapti deb kirgizinglar dedik. Anglasak, bu pullar faoliyat qilganlarga kirdi, faoliyat qilmaganlarga undaq deb beramaymiz, ama degan gap bo'ldi. Shu faoliyatni kim qilyapti hozir? Faoliyatni shu lager shoirlari qilyapti. Nima uchun? Hamma odam qandaq shu yig'zora, qiyo-chiyo, qon jiringning ichida turayotgan xalqimizning qaysi holatda ekanligini sizlar yana bilib olmaysizlar. Burun chiqib olgan chet eldagilar. Yana biz bilalaymiz. Hattoki ashularning, "Hey, sizlar chiqqandan keyin bizni unutib qolmanglar." Hatto chiqadigan vaqtida, qo'ypirdigan vaqtlargacha kim chiqib olsa, cho'qim bizni unutib qolmanglar degandek gaplari u quloq tubimizda har tayoqlarni yegan vaqtidagi qiyo, chiyo, ashundaq gaplarning hammasi bizning ko'z oldimizda, quloq tubimizda bor hozirgacha. Bularni sizlar tushunib olmaysizlar. Ha? Kömülüp, taşlanıp ketayotgan Qur'onlar. Muşlarni bilib turib dunyoga anglatmasak, biz munofiq bo'lib ketamiz bu dunyoda. Biz Uyg'ur davosidan voz kechimiz demadik. Biz qilamiz. Uchimiz qo'limizni birsimizga tutib turib, na voz qilamiz. Shaxsiy qilamiz. Bizningki oqibat shu ishimizning oxirigachilik bizga ega chiqib, bo'ldi, sizlarning qilayotgan ishinglar uchun sizlarga haq berayli. Masalan, ya bir oyda beramsa, oyda bir muqim maoshli qilib qo'yayli sizlarni. Bo'ldi, sizlar qilinglar mush ishni. Desanglar, bizni chaqiringlar. Bo'lmasa, bizni bundan keyin avar qilmanglar. O'zinglar qilinglar, nima ish qilsanglar. Bizni chaqirmanglar. Biz pul uchun da'vodan kechimiz demadik, yana bir gapni deb qo'y. Biz pul uchun da'vodan kechimiz, pul vermedi to'xtatamiz demadik. Biz uchimiz birsimizning qo'lini tutib turib, hamma ishni qilamiz. Hamma ishni qila olamiz. Bizni unda avar qilmanglar. Bizning nomimizni sotmanglar. Bizni undaq yalak ishga buyurmanglar. O'ttirib elib, guvochi bormi, palonchi bor, pistonchi bor deb qo'yib, sizning buning vaqti bormi? Ha, ahvoli nereden nergacha? Doktorxonadami yoki taladimi? Buning hol-kuli qanday hozir? Demaylam, yili YouTuber chiqib bersizlar, yili kitob chiqib bersizlar, yili jurnalist qilib bersizlar. 4 yil bo'ldi Xudoning haqqida. Bo'ldi, bas. Bizni unda ish qilsamanglar. Biz chakar emaslarninki. İki günün yağısı
Aşı bütün qığa işini bəzəllər nölge çıxarıb etdi. Nölge yoxqa. İşlisin. Nim dep işlemeydi ki? O bir yer bir işlisinmamdı o degen gepler. Uye, çakmak dep göz aldım bu kepket. Bir tok sokup etkendek bir xil bokit barma. Tova ya Rabbim. Hey, bu qanda insanlar heysler. Hey, endi bir yerge tursuna iş orlaşqandı. Bir 3 günlük faaliyet dep o yerden işten toxtadı. İşki balı bilen Mehirgül tek işleyenmedi. Sizler oylap bakınlar. İşki balını bir er kişi bekip mu? Aşu işlerini kılalamdı ki. Yani men kılmadanlar. Men kılmadanlar. 3 balı bilen bekip xotununlarını kaysınlar benim yoldaşımdek 4 yılın yakısı Uygur davasını sep. Boldu nimiş kısan men ba xotun balığım men ba. Aşu Xitay zalimlarının gepini dünyaya anlatalığının sen Xudayım Allah razı olsun. Xudayım şu kıvatkan aşu savabınızın hesabını Xudayım cıqırak iqtisadi mesela maaşlarınızı pulu mesela sizge buladigan paydını Xudayım bana beryapti. Siz qılınmış ne dep meni sakirtip o'tirg'i tushirib mush ish qilmangdiribdi. Endi bo'lganda kichikkina bir talabimizni dedik. Kichikkina. Yana biz Uyg'ur davosidan kechimiz dedik. İnşallah. İnşallah bizden kalli kesib ketidi. Bizden jon kesib ketidi. Bizden hargizmi to'xtab qilish, keyniga yenish degan narsa yo'q. Mani bilinglar. Biz hargiz to'xtab qolmaymiz bu yo'lda. Xo'sh, endi ikkinchi bir ish. Biz to'g'riliq qalaymagan gap qilmanglar. Nemish bo'lsa bizdan so'ranglar. Nemish bo'ldi? Bu ishlar nadan nagicha? Kim sizlarning tishinglarga tegdi, kim qanday qildi, ya bo'lmasa biz azroq bir ko'ngilsizlik bir ishlarni degan vaqtimizda hech kimdan hech qanday gapni so'ramay, avval bizdan so'ranglar. Nemish bo'ldi? Ahvolinglar nadan nagicha? Sizlar bir emas, ikkinglar emas, 3 yilinglar qaqshab qapsizlar-ku deb. Buni bu tashkilotlarga o'tirg'i qo'ygan bu planni ya maxsus Mehrgul o'tirg'i qo'ymadi, ya maxsus Tursunay o'tirg'i qo'ymadi, yoki maxsus men kilonlar miyaga mana bunda deyli demadik. Lekin 3 yilimizning sabrida qaznimiz to'shib mishaga kelganda anadan keyin buni deyishga majbur bo'ldik. Bir emas 3 yilimizdan gapi bir yerga kelgandan keyin andan bu gapni deyishga majbur bo'ldik. Belkim abayaqı işki qırındışımdan gepini anlagansızlar. Bazı gepleri yoki tushundinglar ya oxirisi yo'q andamanda bo'lib qoldi. Yilimi oshlachi davotidu 4-5 yilning yoqisi. Bir yerga borsak, shu aslimiga qaytib, shu zindonda ko'rgan kunimizni ko'rib, xalqlarga o'z ayni deb bermasak, texi voy bu insonlarga so'zlamakmi oson gap emas. Masalan, siz u yerda Toyir Zökran Leyla Mecnun'un hikayesini okumaysiz u yerda. Burunqi zamonda bir podshoh o'tdiki, qizi lagerga kiribdiki, anda munda desangiz, u hech kimga qo'shaqmaydi, gap chiqamang. Indatma sarang deb. Biz o'z beshimizdan o'tgan ishlarni ashtaq nagili bo'lsa, mushundaq bir qatim kalladan ketib, jinimiz ichimizdan bir qatim chiqib, ashundaq ahvol ostida dunyoga anglitamiz. Endi tunugün belkim mushu torlarda bir gap bo'tadi. Bu gapning tafsilotini men deb beray sizlarga. Endi ma birinchi qism gapim tugusin, buni xuloslagan vaqtda mushu mayli nadilla pul olgan bo'lsang Uyg'ur davosi uchun pul elib nadilla oldin ommadan ish qilib hammanglar mushu Uyg'urning davosini anglataman deb pul olgan bo'lgandan keyin bizningmi turmushimizni o'ylashib qo'yinglar demoqchi. Bizningmi mushu ahvollarimizni oshlarga danglar demoqchi. Undaq projekt yo'q deydigan gap yo'q. Unda projekt yo'q. Albatta o demaydi. Sizga bu
Hammani yuz bermaydi ki ular. Ne deydigan yani sizlarga hammani yuz bermaydi. Siz palon yer uchadiganga berdik, sizni pusta yerga bayirib so'zlaydiganga berdik, ani palon yerga berdik, pusta yerga berdik deb demaydi ular. Ularga siz deysiz. Siz mushu 9 shohidning ahvolini aniq qilib, mushundaq shohidlar har vaqt mushular bizni o'ttirg'i sakrab chiqarib, mushu ahvolga akeldi mush 9'i. Amerikada 4'i, Yevropada 5'i deb. Mushularning guvohligi bilan dunyo mushundaq hanim bo'lsa deb mushtaq qonunlar ma'qullanib, hamma ishlar bo'yatidi. Sizlar mushlarning bir ahuzlarni anglab qo'yinglar. Mush bechara qizlarmi? Nega bo'lsa mushu lager shohidlari, nega bo'lsa har yerga, har ishlar, mushu butun guvohliklarni isbot bilan so'zlab, butun odamni qoyil qilyotidi. Mushularmi inson bo'lsa bizga bergan pulingni bermab, nimalikqa qisib olmay, mana nima deb qo'yay. Sizlar bizga bergan pulni bunda berdi deb qolmanglar. Mushularningmi bir ozroq kirim manbasini o'ylab qo'ysak, bularmi inson? Amerikada yashamak unda oson emas. Yevropada yashamak unda oson emas. Bo'lib chet elda yashamak unda oson emas. Mushlarning bir kichikkina talabini o'rindab qo'ysanglar deb xat yozinglar degan fikrni o'tirib qo'ydik qarindoshlarim. Jenim Uyg'ur qarindoshlarim. Mening qaysi talabim xato bo'ldi hozir? Mening qaysi talabim xato? Mushu talabni qo'yganim xato bo'ldimi? Men hozirga qadar biror tashkilotga yo biror hukumatlarga men og'rib qoldim, doktor pulimni ko'tar, yo mening inshuransım yo'qdi, a yo'qdi, ma yo'qdi degan gapni qilib boqmadim. Ya mening bu immigration pulimga, panolik haqqimga 3000 koy to'la demedim. Nurg'un telefonlar keldi, nurg'un. Hatto bugun telefonimga nurg'un odam telefon qilib zakot vatdi, pitir vatdi, u vatdi, bu vatdi sizga beralaydim. Men u zakot pitirga qaramayman. Men zakotni berdigan odam. Men mu zakot berman. Men mu zakot berman. Qachongacha ashundaq mikrgulga pitir berib, Tursunayga zakot berib, ashta o'tkizsizlar bicharalarni? Ha? Qachongacha shu kunga qo'ysizlar bicharalarni? Galni ilib qo'ydik degan taqdirdimi, uyning ijorasiga 2400 koy pul ketadi. 2400 dollar. Qanchalik berib ketgansizlar shularga? Berdik degan bilanmi? Men qo'y hech qanday odamnikin olmadim. Bugunmi netis uribdi. Men olmadim, olmayman. Men olsam qabullanmaydi u. Men faqat o'zimning haqqini olay dedim. Amerikaga kelib, hamma odamning pul, dollar deb manganini ko'rib, bizninglam bekorlik hamma ishlarning nada sakildab ketayotganligimizga ichim ichishib, tova hammadan pulga mangadi ekan bu yerda. Hatto tashkilotlarning boshliqlarimi shu pulga mangadi ekan. Erkin Osiyo radiosimi pulimiz xabar ishlamaydi ekan. Ashlarmi bir 2 kun xabar ishlamay baqsınlar, masalan, pul vermay baqsınlar, ashlar bir oy desam jiroq ketadi. Amerikada 15 kunda bir qatam maosh yurdi. Erkin Osiyo radiosining pulini kesib baqsınlar, radiodagilar xabar ishlamdiki. İşlemaydi hech kim. Şuna bundan keyin bizni undaq zakot, pitira degandek bu ikki qizbalnimi shu. Zakotga, pitiraga qo'yib qo'ymay, bo'lsa mushtaq muqim kirimlik faoliyatga har qanday yerga borsa, mana gapimiz qilaligidek, har qanday oilamizdagi sharoitlarni o'ngishigidek fursatni yaratib beringlar demoqchi. Gapim tugadi. Endi ikkinchi gapimga o'tay. Tönögünün yaqıs bolğan gapni dep beray. Torlarda 500 dollar, 200 dollar masjidga vadi u bu degandek gaplar bo'linib ketibdi. Buningga men aniq javob beray. Bu nima gap zodi? Quloq silib anglanglar. Hozir men ko'rayotganlar bo'lsa share qilib qo'yinglar mening ma gaplarimni. Bu top-toplarga aytib qo'yinglar. Buni men rostday, enig'ini dey. Agar yag'an degan bo'lsa, Mehrguldan tursaydi so'rasanglar bo'ldi. Bu asli tilga og'idakmish emas. Biz buni tilg'imi olmadik. Bu o'tib ketgan ish shu. Tugidi bu ish. Biz 1-oyning 19-kunisi Amerikadan 3 lager shohidi
San Fransiskoga aeroplanda 6,5 saat uçup bardık. 6,5 saat uçup San Fransiskoga faaliyet üçün bardık. U yerdeki xalq Həşqallı rəhmət aldığımızga çıxdı. Aeroportlarga çıxıb bizni qarşı avaldı. Xalqımdan şunda suyundim. Aldılarımız günü götürüp çıqqandı. Şunda xoşup ketdim. Çünkü mening hech qachon bir qitim memdi bir aeroportga chiqib, meni xalqim bunda kutib olib qilib baqash bo'lib baxmadi. Men boshqa davlatga texma Amerikaga kelgan yaxshi berib baxmadim. Shunda suyunib ketdim. Xuddi bir Urumchidan berib, Qashqarga berib urug' tuqqanlarimni ko'rgandek suyundim ulardan. Şu San Fransisko'da biz 3 gün durduk. 3 keç gündüz durduk. Bu jarayonda bir emas, balkim 4-5 masjidda biz söz qildik. Hatta söz qilib, ma hissiyatimni deb sizlarga. Söz qilgan vaqtimda hatta shu imom ma'zimlari söz qilish jarayonida juma namoz o'qib qoldi, azon to'ldi. To'lgandan keyin shu imom ma'zim jamoatning hammasi sajdaga tushib o'rinda o'qib olmadi, yig'lab. Biz buningdan bekma hayajonlandik, to'g'ri. Biz endi har qachon dunyoning hamma yeriga intervyu beramiz, lekin xalqning inkosini biz ko'rib baxmabdi ekanmiz. Bulubmi musulmonlarning. Bizga o'xshash musulmonlarning biz uchun unchalik urib yig'lab ketishlari bizni texim hayajonga silib, u yerda nurg'un shu gaplarni qilib, shu imom ma'zin hattoki shu jamoatning hammasini ashya kirgan butun odamni rasmiy Xitoyni ko'z tükürüp mangdigan akabat to'xtasam po gap emas. Shunchalik so'zildik. Hatta bir universitetmi shu yerga berib so'zildik. Ular texi bizning bexatarligimizni deb shunday yaxshi yerlarga o'rlashtirib bizni ashta qildi. Bizni elib borgan Alfidar xonim. Biz bilan tang bordi, biz bilan shu faoliyatlarda birga bo'ldi. To'g'ri, u qiz mishada faoliyatlarni o'rlashtiruvchi ham bizga shu Amerika Uyg'ur birlashmasining shu faoliyatlarini shu qiz o'rlashtirdi. Borgandan keyin u yerda 3 kun shu namoyishlarga qatnashdik, mushta bo'ldi. Ikki qiz bola endi xato deb qo'ygan yo bo'lmasa heliqi tamtarab ketib, yo bo'lmasa qo'rqinish ichida. Chunki mening yo'ldoshim bor, men xili jangjang so'zlay olaman. Ikki qiz bola yolg'iz. Bir yalğız ana, iki balası bilen Tursunay tex yalğız, yoldaşı yok. Ular belkim ba'zida qo'rqqandi. Atrofdagi odamlardan. Attiga yoq kelgan telefonlar oz emas. Ya qo'rqqandi, ya bir gapni joylab qilolmay qoldi, abayaq ishkilisini naq maydonni ko'rdim. Shuning bilan u San Fransiskoga berib, masjidda bir emas, 4 masjidda so'zildik. Hattoki men orducham yaxshi bo'lgandikin, nurg'un Pokistonliklar, arablar Mehrgulning qishiga, Tursunayning qishiga u bu kelib, u hamshirlar hamda masjidda har vaqt namoz o'qiydigan hamshirlar quchoqlab, yig'lab, ashunda bo'lib ketdi. Biz suyundik uningdan. U faoliyat o'rlashtirgan odamdinmi? Ham shu yerga biz berib, musulmonlarni uyg'ota olganimizdan shunda qo'shildik. Biz rozi uningga. Biz onunğa pul vermedi, aqımedi, maqımedi demidik. Hazırga kadar demidik. Anadan keyin o faaliyette mescidden bizge birimizge 500 dollarlık çekni berdi. Bergandan keyin men Mehrgulga dedim, o adam jiq yerda o'tirib, shu Uyg'ur, aşağıdaki Uyg'urlarning hammasi bormdi. O bizni deb bir sorun hazırlabdi ki, shundaq tomoqlarni akilib aşağıdaki Uyg'urlar masjidga. Shu yerda o'tag'an vaqtimizda bütün San Fransisko'dagi Uyg'urlar bor o'tag'an vaqtimizda bu adam masjidning odami kelib bizga 500 ko'ydan 3 tal chekni berdi. Men shu zaman Mehrgulga dedim, "Fuka ma chekni bizga bunda berdi. Buni ichida 500 dollar bor, ya'ni pulni berdi. Ma so'raylar, ma qarab yiqma, ismimizni xato yozdimi, to'g'ri yozdimi?" dedim. Degandan keyin bu qiz bola, "Hay Zumrat acha, ismimiz yo'q-ku buningda. Mushtali beribdi" dedi. Men endi ism yo'q, o'zi yozib olgan ba'zan bir cheklar bo'lgandan keyin u birimizga 500 dan berganini shu yotoqqa berib ko'rdim. Bo'ldilar, ism yo'q-ku buningda. Deb yotoqqa berib ko'rdim buni.
qarasam ismimiz bor ekan. Shuning bilan bu Tursunoy bilan Mehrgulga men dedim. Bu 500 dollardan chekni beribdi, lekin bu ismimiz Xitoyda ism boshqacha bo'ladi, bilasizlar buni. Masalan, Mehrguli Tursun, Tursunoy Ziyodun degandek gaplar bo'ladi. To'g'rimi, xatomi? Hammamizning texi pasportlari chiqib ismlarini o'zgartmadik bu yerda. Shuning bilan bu bergan pulisi 500 dollarni biz tashkillagan balaga dedik. Rost gap bu. Bu pul 500 dollardan pulni beribdi. Xafa bo'lmay bu pulni bizga ismimizni o'zgartib menda bir o'zimizningki hozirgi bankidan alalag'idek holatda bizga menda qilib bergan bo'lsangiz desam ma'qul deb u balashla dedi. Shuning bilan biz ketadiganға bir kun qolganda u balamni masjidga telefon qilgan o'xshaydi. Qilib ma chekni o'zgartib bergan bo'lsang, bu bicharalarning ismi munda desam, munda yez qo'yibsa, degandek gaplarni qilgan o'xshaydi. Qisa u masjid biz 3 odamga 500 qo'yib bermagan, biriga 500 dan bermagan, bizning buxgalteriya ma bu chuna xato yozib qo'yibdi. Asli bir odamga 3 kishisiga 500 qo'yib bergan. Bir odamga 500 qo'y emas. 3 odamga 500 qo'yib bergan. Xato bo'lib qopti debdi. Tushundinglarmi? Shuning bilan buni asli birimizga 500 dan bergan. Bir uchimizga 500 dan 1500 dollar bergan masjid. Ondan keyin bu bizni o'rlashtirgan bola bu ismlarni o'ngshab bergan bo'lsang deb telefon qilsa, u masjid yo'q. Biz xato qilib turamiz, bu chekni ma bu buxgaltermi, kassirmi xato yozib qo'yibdi. Biz asli 3 shohidga 500 qo'ydan biraqli 500 qo'y bergan. Uchisiga bo'lishtirib biringlar deb deydi. U chaqda 150 necha qo'ydan bo'lamdi, hamda 150 necha dollardan bo'lamdi, ashta bo'ludi hamda. Shuning bilan bu pulni ashta deb u balga chekni biz berib etdik. Xato bo'lib qolgan bo'lsa, men hamsi deb o cheklarni ismimizmi xato berib olamaydik o chekni. Shuning bilan u faoliyatni o'rlashtirgan balaga biz o chekni berib etdik. Men hamsi berib olamaydi ekanmiz deb. Eng oxirda mangadigan kunisi Açık qizlardan so'rab beqinglar. Mangadigan kunisi kechda shu San Fransiskodagilar necha kun bizni kutdi juma, men buningdami tanmayman. Aş xalq öyleriga chaqirib, talishib bizni ashunda mehmonlik qilib ketdi. Xuddi biz Qashqarga berib, heli opal, heli to'qqizaq, heli birya borgandek bo'lib qoldik, endi tuqqanlarimizni ko'rganda qo'shib ketdik u yerda. Chunki biz Amerikaga kelgandan so'ng boshqa berib boqmadik ya. Hech qanday bir davlat chiqib boqmadik. Shuning bilan u yerda u tuqqan, u do'stlarimiz, u urug' tuqqandek bo'lib ketgan, endi ashunda Uyg'urlar bilan aşağıdaki Uyg'urlar bilan necha kun billa hatta bizningki omonligimizni tilab, omonligimizdan ansirab ashlar. Sirtda tamoq yemaydiganga xuddi bir Xitoy ansirab talada tamoq yesak bo'lmaydi, yegizmaymiz bularni. Uyda itimiz pokiz o'zimiz qo'limiz bilan deb uylarda har xil tamoqlarni qilib bizni 3 kun ashada mehmon qildi xalqlar, hammasi yig'ilishib. Shuning bilan bu oxirgi gap biz kechda mangadigan vaqtida endi u aşağıdaki Uyg'urlarning uyida tamoq yeb, andiki mangadigan vaqtimizda bizga mushu faoliyatni o'rlashtirgan 3 kun San Fransiskodagi 4 masjidda gap qilgan mushu faoliyatni o'rlashtirgan 4 kunning mangadigan kunimiz 4 kun faoliyat qilib, faoliyatimiz tugab, endi mangimiz degan vaqtida shuning bilan aşağıdaki mushu faoliyatni o'rlashtirgan bola birimizga o masjidning pulisini bizga nima qildigan bo'ldi? Biz o'zimiz deyishib olgan bo'ldik dedi. Endi chunki bizning vaqtimizmi yo'q u masjidga berib, bu chekning ismi menda qolibdi, mana berday, ammo biz shuning bilan u bola Alloh razı olsun bo'ldi, men o'zim berday sizlarga deb Uyg'ur Foundation'ning nomidan birimizga 500lik chekni yozib berdi. Bu tilga og'irlik gap emas. Bu bir cho'ng masala emas. Shuni bilan yenib keldik. Mehrgul bolasini 3 kun bir odamga 200 qo'yib berib,
bir kunligiga 2 bolasini. Men bo'lsam bakmayman 200 dollarga. Masalan, pulim yo'q. Masalan, endi bir Xudoyim kupurlik olmasin, nauzubillah. Agar navada undaq zakisiga chichib, zakiga siyib qildigan balni onisidan boshqadan boqolmaydi. Masalan, endi. Ish qilib, ashu qizvola 200 dollarga kunligini ashu birsiga qarab birdiganға berib qo'yib 3 kunlikka ketibdiki. Tursunay Satrashxondan ruxsat so'rab u ketgan u yerga. Shuning bilan endi ahvol mushu shu. Andiki biz hozir u masjiddagi gapni tashlab turaylik, bo'ldi. Ular hech qanday bir bu yerda nuqul bu ishga kirdigan avval yo'q hozir. Zodi mushu to'g'ri. Zodi munda qipti, onda qipti, masjid onda u masjidning hech qanday gunohi yo'q. Uni o'rlashtirgan faoliyatni o'rlashganlarni biz rozi bo'lib ketdik. Chunki biz musulmonlarga anglitib olgandan, oshlarni yig'ilta olganimizdan, ko'z oldimizda oshlarni ko'rib, mushtaq hayajonlanib ketdik bu. Beklam. Shuni bilan u ish tugadi. Anadan keyin biz bir necha kun aramagandan keyin mush o'zinglar ko'rdinglar. Mushu kongress yani senator degandek mush Amerikadagi cho'ng mushu ishg'ollarga bir kunda 8 adam bilan ko'rishdik. Buning Alfidar o'zimi guvoh. Men Alfidar bizil tang mangdi. Men Alfidar Tursunay Mekirgül to'timiz 4 xotin kishi. Biz ashu 4 kun uda bir kunda 8 kongressmen bilan ko'rishdik. Aşağı berib hal ahvolimizni dedik. Biz ularga hargizmi abay bir depadim go hikoya aytgandek men zulmga uchirgan manda bo'lgan turma deyaptim, anda demidik. Ko'zlarimiz ishib ketdi. Men emas, hammamizning ko'zlari ishib, yig'lab, putimiz taxi ishib, bir ishxona miyad bo'lsa, bir ishxona yana mancha kilometr jiroqda, ustida, ostida, pastda, mush Amerikadagilar mush kongressga, yana senatorga kirib qolganlar bilisizlar-ku deyman. Yeni yarastıda menvatkan poyuzlar, yeni aşın işidekiler bizni bir apartman bilen yan bir apartmanın vaxtının yakın kep qalğanlıqdan ular bizni aşu yarastıda özleri işçileri oturduğan bir poyuzlar var ki. Kiçikine bağçadaki yaylık poyuzlardaki. Aşta poyuzga silip bizni vaxtınla az qaptı falan yan bir sivili görüşüğanға dep bizni aşağılargacha apırıp aştaq 4 gün aştaq bizi bile tang Alfidar maş qaldı. Biz aşındaq emgeklerini qıldık. Muş qıtım. Muş neç günden aldı da. Biz onunğa mı pul be? Ya bize hakkımız bu. Demedik. Alfidar'dan sonra bakınlar bizge pul be demedik. Biz 4 elimiz. Onun içinde Ahmet Attı Japani, Mahmet Attı Japani hemimiz tattık. Öyge yerip içip kilip yani ballarımızga tamak ettik. Putlarımız işip gitti. Göpeydek. Hemimizden balyatqı o bu degandek işlerimiz var. Bu cihatte iğir hareketini biz artık kılamayız bundan artık. Şunun bilen oturup oylap kettim tova. Şu gipimnin manisi şu ki halvini hekim yaptı tayakını jitim degandek biz kaçan mışındaq hemmiyagi bizle qatıraydıgandımız. Bazen namayışlarga mı köydük Amerika'da olsun, nerede olsun. Xalq özünün maaş kırdıgan işini toxtup koyup ya bo'lmasa hech qachon bir bugun men ishlayotgandim, ishni tash etib namoyish keldim deganni anglamadim ki. Xalqlarga telefon qilib bugun namoyish kelmabsiz desa, bugun ishildim deydi ki. Bugun ishlagandim, boramadim namoyishga degan gaplarni anglaysiz. Lekin biz hozir 4 yilning yoqisi bir kunmi to'xtab qolmadik desam gap bo'ladi endi. Ba'zan kunlari og'rib, ya bo'lmasa bir kasal bo'lib doktorxonalarda yetib to'xtab qolgandimiz. Bo'lmasa hech qaysimiz men emas, hech qanday lager shoyiti to'xtab qolmadi. Bizning keynimizdan ortiq gap qilganlar o'zinglarni bilib gap qilinglar. Biz sizlarga beddua bermaymiz. Bizning bedduvarimiz faqat Xitoy bilan. Lekin oldi keyninglarni o'ylab, biz kimga gap qilyapmiz? Biz kim uchun gap qilyapmiz deb gap qilinglar. Bizning talabimiz shuti. Eng oxirida gapbek cho'nguyib, birsi 2 bo'lib, ikkisi 4 bo'lib, voy anedini to'xtamish, oqilamish, maqilamish deb biz Uyg'urga kiryotgan yaxshi Uyg'ur uchun harakat qilganlarning
putiga palta chepib sarangab qolmadik. Ularmı bir yerden pul alsa bunu Xitayga xaşlab bermaydi. Yani şu Uyg'ur uchun nimalar qilsa, qanday harakat qilsa, şu Uyg'ur uchun xashlaydi. Uyg'ur uchun faoliyat qiladi, Uyg'ur uchun qiladi. Nurg'un gaplarni deyman deb chiqqandim. Hozir nurg'un gaplarimni unutib qoldim va yoki qilib qoldi degandek. Ahvol mishadan mishagacha. U San Fransiskoga berib, u masjidning gapi yo'q bu yerda. Uni gapini qilmanglar bo'ldi. Bo'ldi, tugusin. Biz pul bermisimi u masjidlarga berib, aş musulmonlarni o'rinda qo'ptirib, yig'iltib, sajda qilishda o'rinda qo'pamag'idek holat akavatganimizdan biz rozi. Biz xo'sh. Aşağıdaki Uyg'urlardan mı xo'sh? Bizni bir kunmi talada tamoq yemaydiganға, uylarda har xil, voy u akab ketgan nozimatlari hammasi shunda isil, vatandami yemaydigan tamoqlarni yuguzib bizni yo'lga soldi. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. Lekin ma tashkilotdagilar iltimos sizlarga. Biz endi sizlarni izlamaymiz. Sizlar bizni izdanglar. Men va 3 shohidni izdanglar. Bizga bizning talabimizni o'rindab beringlar. Xalq sizlarmi biz uchun turib beqinglar. Alloh rizoligi uchun. Bular o'zlari yolg'iz bir ishlarni qilsa qanday bo'ladi yoki bizni qetib olib qilsa qanchalik unumini ko'rdi? Xalq sizlar bilasizlar. Hammani xalq biladi. Bizning kuchimiz bilan aşağı berib, o'nglatib, ishoratlab, zanjirni qo'limizga bog'lab olamdik. Va yoki o'tirib turib, shu ahvollarni mushundaq o'z ko'zi bilan ko'rgandek ahvolga keltirish bizning qo'limizdan keladi. Dunyoni ta'sirlantirish biz beshimizdan kechirgan ishlar bo'lganki, bizning qo'limizdan keladi. Sizning, uning, buning yana birisining faoliyati rasm tushib, to'rg'a chaplab, u bu qilganning unumini bizninkichilik ko'rmayman. Rost gapman. Unchilik unumni siz da qilib olmaysiz. Onun qışığı verip nim deysiz? Bizning vatanda o'layotidu, tirilyotidi deb siz abay men degan Leyla Majnun hikoyasini siz shularga deb bersiz. Biz Leyla Majnun va yoki podshohning hikoyasidagi haqiqiy personajlar biz. Biz chiqib so'zlaymiz, xalq ta'sirlanib, hammani bilib, biz isbotli so'zlab, peshansiga chaplab, Xitoy manda qildi, anda qildi degandan sizningki Leyla Majnunning hikoyasini aytganingizdan bizningki guvohliklarimiz ming afzal. Bo'ldi, gapimni oyoqlashtiray xalqim. Agar gapim xato bo'lgan bo'lsa, menga kech-kunduz uchur qilsanglar bo'ladi. Hozirga qadar to'xtab qolganim yo'q. Sizlar ko'ryapsizlar. Razil Xitoyning aptibashasini etish uchun kecha mening Amerika vaqti soat 5da, 4da, 3da telefon qilib qo'yganlar men o'yg'oq. Men kecha uxlayolmayman. Men o'chimlab dori yeyman. Kunduzlari birasi yarim soat uxlab qoldi ekanman, bo'lmasa kecha uyqu yo'q menga. Nurg'un xabarlarni chiqarib berdim. Nurg'un xabarlarni. Men chiqargan xabarlarni kecha uxlamay Xitoyning ba'zilaringlar bilasizlar, ba'zilarni to'rdagi Xitoyning qaysi to'rda qanday video chiqadiganini. Shu to'rdagi narsalarning hammasini men chiqarib bergandim. Rost gap bu. Ishonmasanglar Dilnurdan, Fransiyadagi Dilnurdan so'rab beqinglar. Heliqi Nike, Skechers degandek gaplarning hammasini mushu majburiy emgakdan tinib olgan vaqtida men ashning videosini chiqarib berib, shu shirkatlarning og'zini atgandim men. Majburiy emgakni faqatla paxta bilan bo'ladi degan dunyo xalqiga shu hozirgi pomidor konservalarining hatto majburiy emgakdagi xalqning pomidor konservasi ishlabmi dunyoga yomurtatganligini, bu konservalarning butun dunyoga taqilayotganligini dunyoga oshkorlab berganmiz biz. Kech uxlamay xabar ishlab bermaslarga. Ko'rgansizlarni istiqloldan so'ranglar, Erkin Osiyodan so'ranglar. Ba'zi odam do'yinga chiqib ustoynab, naqsh aytib, ba'zan vatanda bichar, mazlum xalqning zulm ichida qolgan xalqning ichini qizitib, olgan somkisi, esib olgan, chechib olgan attiri, olgan uyini maqtagan vaqtida men shu xabarni videoning ichidan video ashundaq tanlab turib, dunyoga hamma insonlarning mushu Uyg'urlar bo'layotgan irqiy qirg'inchiligini isbotlash uchun Xitoylarning uylarga kirib yetib olgandan tortib, Uyg'ur bolalarning voy bizning eng cho'ng g'imimiz paloni dadimizni
qachon uyga qaytib keldi, o'qishdan qachon tugaydi degandek, heliqi korizlarning degandek, uni nurg'un narsalarni hech kimning Facebookida emas, menikidan taqalgan. Amaliyotda mushu xabarlarning hammasini mala ishlayotidi. Ular ishlagandan pul evatidi. Men kecha o'rtirib ashlarga ta'minlab beryaptim. Mening amgikimni qadrlanglar. Bizning so'ngakdan o'tib derdimiz. Ayada Xitoyning zulmi, meyada Uyg'urning zulmi qilmayli. Bizning derdimiz ayada Xitoydan dekkimizde işlep tilimizni eshitgan bilan mishaga chiqqanda to'nigingidek bir gaplar bo'lib, ya'ni ishlasin, xizmat qilsin, nima ish qildigan ishlamay ko'nib qoladi. Mau degandek gaplarni qilganda 4 kishi chiqib, "Men nima deyapsa, bu ishlasa, shunda ishlarni sen qila olamsa, sening o'rningda, mushlarning o'rnida sen xotiningni yilimiga to'shilibdi oldiga 4 oy mush Uyg'ur davosiga sapira olamsa" degan gapni qilib po'chiga o'tiringlar. Mening gapim tugidi xalqim. Endi qoldi gap xalqimning mushu talabimizni o'rindashiga kuch chiqarishida qoldi. Mushuninga sizlar besim soldigan xalqim qoldi. Mushu ishlarga faqat va faqat sizlar hozir besim sola olaysizlar. Mushu gapni, mushu talabimizni sizlar yetkiza olaysizlar shularga. Bu yerda nuqul bir alda bir odamni qorlab heliqi bu oqchi ko'kchi dumbaqchi palani anlaqimidi birsi pulamni vermedi degan gap yo'q buning o'tirdi. Biz hammaga rozi. Hozirga qadar, bugunga qadar qilayotgan ishimizga rozi. Ham biz buningdan keyin to'xtab qolmaymiz. Kichik valdek eliqandek takabbur qilmanglar. Bu ala pul vermabdika ishni to'xtaymiz debdi, ammo bundaq xato qarashdi bo'lmasin. Hargiz biz to'xtab qolmaymiz. Bizning o'ligimiz chiqsa chiqadiki, Xitoyning bir kichik vaqtimizda kitoblarimizda bir batdi bir Xitoyning bir qahramon ayoli Dong Songruy deydigan. O'zi bilan tang ko'rikni portlatib Xitoyni o'tdagan. Agar mushu xil erkak qilamagan ishni mana mush uchimiz 9 lager shohidi inshaalloh sizlarning so'nginglarga o'tmadi, sizlarning ichinglarga o'tmadi bu ishlar. Sizlar shu jiroqdan his qilib kelayotsizlar bu ishlarni. Sizlarning unchalik bak bizga o'xshash bundaq tepmadi sizlarga. Bizning qon-qinimizga o'tib ketdi. Atrofimizda adam yo'q, ashunda xarobiylikdek bir dunyodan keldik biz. Qo'shnim yo'q, tuqunim yo'q, navrakam yo'q, navracham yo'q. Aning ulikine gapirayotgan, maning uydan Qur'on tutib ekitayotgan qo'lni qarib, kichik balni balasi bor demay ep ketayotgan. Shu ishlarning hammasini biz ko'zimizli ko'rib kelib, chidamaganlikdan so'zlayapmiz. Biz to'xtab qolmaymiz. Ani shu Xitoyning Dongsongruydek bulanmasaqmı? Onundan maşhuritimiz bulanmasak emas, onundan maşhuritimiz. Mesela bizning jinimizga hozir endi rast gapma bu. 10 Xitoy o'ldiga ish olsa, mana men tegishim o'zimning jinini. Qanday qilib birishimiz kerak endi? Men dadamni qurbonlik qilyaptim ya. 3 kun bo'ldi uxlayolmadik biz 3 yilimiz. Abay Mehrigulga telefon qilsam o'zimni binodan otaman deydi. At inshaalloh uning operatsiyasi o'ngishli chiqsin. Buningdan keyin bizga telefon qilib qalaymoqan mani deyishmang. Mayli Tursunayga, mayli Mehrigulga sen nim an deysa, sen nim man deysa deyishma. Biz hech kimni hech qanday demadik, ham demaymiz. Bizga tahdid aralash telefon qilishmanglar. Balkim ikki qarindishim abay jiddilashib qolgandi, gaplari taqtuqqa chiqib qolgandi. Kechiringlar. Chunki birsiga bugun tinchlantirish to'g'risi ya deb yigizatgan. Abay dedi-yu. Ata operatsiyasi bor. İnşallah bu naq maydonni ata Mehrigulning doktorxonasiga berib, men naq maydon ichib sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Balkim ular ya qo'rqinishchi degandi. Ya birlarining telefonlaridan qo'rqib ketib menda degandi. Ya ularmi xatoga qilmabdi endi. Lekin menga o'xshash ochiq deb bermadi. Mening kaynimda Alloh bor, Allohdan qas xalqim bor, xalqimdan qas erim bor. Şunu men hamma gapni ochiq deb berdim. Buni ichida biz 3 lager shohidi ranjigidek, xapolg'idek bir shaxs ya bir ish yo'q. Bizning talabimiz mushu shu. Endi bu gaplar shoqlab ketibdi.
Birisi 2 bo'pti, ikkisi 4 bo'pti, to'g'ishibdi bu gaplar. Lekin hamma gapni to'g'ri tushuninglar. Bo'ldi, gapimni takrorlayversam shu gap. Xalqim, agar bizning talabimiz xato bo'lsa, xato danglar. Agar xato bo'lmasa, Zumrat xonim gapingiz to'g'ri deb bizga uchur yozib qo'yinglar. Ham biz tarafda turib, mush tashkilotlarning mush biz uchun bir gap qilishini talab qilinglar. Bo'lsa, biz uchun qo'zg'alinglar. Haqni dedik. Bir gapni ortiq qilib Sizlarga endi qasam ish berishning o'rni yo'q. Tunugini yoqsa har xil gaplarni qilibsizlar. O gaplarni ichida nima gap desanglar, taxi o shohidlarning gapi yog'an. Amsi bizning bergan guvohligimizmi yog'anmi? Sharafsiz. Qaysing deding shu gapni? Hasini kamatchi qavm tutatliq. Bizning bergan guvohligimiz rost. Tunugin bir yig'iz gaqib qo'ygan gapimiz yog'anmi? Biz birmi insonni xato, eski bizning pulimizni qarib oldi demadik. Hammani bilib turg'uchi Allah. Biz hech kimni ranjimadik. Biz rozi. Buningdagi o'sak so'z taqtishmang. Bizmi Uyg'ur davosidan eng oxirida yana bir qitim deb qo'yib, biz Uyg'ur davosidan hargiz yanimiz qilmaymiz demadik. Qilsaqmi o'zimiz qilamiz endi. Bizni qalaymaqan avara qilmanglar. Bizni suyi iste'mol qilmanglar. Tushundinglarmi? Agar Uyg'ur xalqim bizning mush qilayotgan oldimiz 5 yil, keynimiz 3 yilgachilik bo'lgan lager shohidlarining mushu talabini o'rindashqa xalqim o'zi o'tirg'i chiqsin. Allohga omonat. Hammanglarga assalomu alaykum. Danish